Anna Dostoyevskiyning xotiralari haqida ekan mavzumiz. Hozir mani qo'limda turibdi kitob. Endi ancha bo'ldi tarjima qilganimga, shuning uchun ancha unutgan joylarim borligi uchun bir varaqlab chiqdim. Yana xuddi o'sha ruhiyatga, o'sha kayfiyatga qaytgandek bo'ldim, chunki bu asar bilan birga bo'lganimizda o'sha 3 oy mobaynida judayam Annani ruhiyati o'zimga mos tushgani uchun asarni ichiga kirib ketgandimda. Hatto yakunlanishini ham istamagandim. Ayniqsa oxirida Dostoyevskiyning o'limi sahnasi birga yig'lagandim desam bo'ladi Anna bilan. Ayniqsa farzandlarni o'limi, qiyinchiliklar va oxirida hamma qiyinchiliklar yakuniga yetib endi baxtli hayot boshlanganda uni turmush o'rtog'idan ajralib qolishi, keyin Anna qolgan hayotini faqat o'sha marhum erini xotirasiga bag'ishlagani, shu haqida kitoblarni tayyorlab, uni asarlariga noshir sifatida adabiy maydonda qolgani, umuman ayol sifatida menga ko'p motivatsiya bergan, kuch bergan. Hozir shu kayfiyatga yana bir qaytdim, kitobni varaqlab ko'rib. O'qiganlar ham bo'lsa agar oramizda o'zini taassurotlarini aytishsa, yana fikrlashamiz. Savollar bo'lsa ham bemalol. Agar audio savol bo'lsa oxirida berishsak mumkin, agar yozma bo'lsa izohda yozsa iloji boricha o'qishga harakat qilamiz. Man suhbatni umuman sizni birinchi adabiyotga kirib kelishingiz siz uchun adabiy nimalikdan boshlamoqchi edim. Lekin hozirgi aytgan Anna bo'yicha taassurotingiz, xotiralar bo'yicha aytgan gaplaringiz bo'yicha Abdulatif aka bitta qiziq biroq uzunroq savol berganda shuni o'qib beraman hozir. Xo'p, Abdulatif aka yozadilarki, har bir ijodkor ijod qilar ekan o'z ijodi unvoniga g'arq bo'ladi. Yozuvchi qaysi qahramoniga aylanadi, tarjimonlarga esa yanada qiyinroq, aniqrog'i yanada murakkabroq bo'ladi. Sababi mukammal tarjima uchun oldingi jumlani keyingisiga ulash uchun qayta-qayta o'qish, qayta-qayta ushlab yozish kerak. Siz ham xotiralarni tarjimasi vaqtida Annaga aylanganingiz, uning his-tuyg'ulari unvoniga sho'ng'iganingiz aniq bo'lishi kerak. Aytingchi, Annaning qaysi jihatlari sizning xarakteringizga qo'shilib ketdi va Anna bilan tarjima so'ngida xayrlashish qanday kechdi? Bu birinchi savol. Endi ikkinchi savol. Yana bir marta aytingchi, Annaga bir so'z bilan ta'rif berish kerak bo'lganda nima deb ta'rif berardingiz deb so'ragan ekanlar. O'sha aytganimdek, tarjimon baribir o'zini ruhiyatiga yaqin yozuvchini qidiradi tarjima jarayonida ham. Men ham birinchi o'rinda tarjimonlikka kirib kelganimda o'sha O. Genrining hikoyalaridan boshlaganman. Kichkina hikoyalari bo'lardi. O'sha kutilmagan yakun juda ham yoqib qolgani uchun shu yozuvchini tanlab tarjimalar qilganman va bu beixtiyor o'zim hikoyalarimga ham ko'chgan o'sha paytda. Shu 18-19 yoshlarimda yozgan hikoyalarimga e'tibor bersam, asosiy e'tiborimni shu kutilmagan yakunga qaratganman. Ya'ni O. Genrini xayoliy bir ustoz qilib olganman o'zimga. Shundan keyin boshqa ko'plab yana yozuvchilarni tarjima qilish jarayonida baribir tarjimon va yozuvchi o'rtasida qandaydir ruhiy bog'liqlik bo'lishi kerak degan qarorga kelganman. Va ko'p buyurtmalar bo'lganda avval o'sha yozuvchini ruhiyati, uslubi bilan tanishib chiqib, menga mos tushadimi, yo'qmi, shuni birinchi o'rinda hal qilib olaman. Masalan, Forest Gump tarjima qilganimda u yozuvchi bilan umuman biz ruhiyatimiz yoki qandaydir uyg'unlik bo'lmagan, sezmaganman shu narsani. Qandaydir begona bu asarda. Kino azbaroyi kinosini yaxshi ko'rganim uchun tarjima qilganman, to'g'risi. Lekin kitob sifatida menga yoqmagan, ya'ni o'sha yozuvchining uslubi qandaydir badiiylikdan yiroqligi uchun ham, juda ham soddaligi uchunmi, qandaydir yoqmagan. Lekin Anna Dostoyevskiyada butunlay aksi bo'lgan. Chunki parallel qilganman-da Forest bilan Annani. Anna Dostoyevskiy juda ham ilk satrdan so'z boshidanoq qandaydir ruhiy uyg'unlik topganmiz bir-birimizga. Balki ayol kishi bo'lgani uchundir. Ham shunchalik samimiy va ravon yozgani qandaydir o'zimni hikoyalarimni ham eslatgan. Keyin bundan tashqari uni asosiy oilaviy hayotga bog'liq fikrlari, ya'ni farzandiga, turmush o'rtog'iga bo'lgan fikrlari meniki bilan qandaydir uyg'un kelgan. Shu sababdan ham bir kirishganda
hech qanday qiyinchiliksiz tarjima qilganman. Chunki aytganimdek ruhiga yaqin bo'lsa, uncha qiyinchilik ham sezilmaydi. Unaqa jumlalarni qayta ishlash yoki to'g'rilash degan narsalar uncha qiyinchiliklari bo'lmagan. Bir o'tirganda o'sha ilhom bilan tarjimonga ham ilhom kerak. Ilhom bilan tarjima qilganman va aytish kerak, o'sha tahrir jarayonida ham qayta ishlanganda yana ham sayqal berib, iloji boricha shu o'quvchiga yaxshi holatda shu Rahshon Ahmedova bilan birga ishlaganmiz. O'quvchiga chiroyli holda yetkazib berishga harakat qilganmiz. Endi Annani o'ziga keladigan bo'lsak, tan olish kerak, o'sha o'zini oilasiga va turmush o'rtog'iga bag'ishlash bilan bir qatorda adabiyotda o'zini ham nomini qoldirgan shu kitob bilan. Balki bu xotiralarni yozmaganida biz Anna Dostoyevskayani tanimasdik. Shu 70 yoshida barcha o'sha xotiralarini, kundaliklarini, eslatmalar, qaydlar shularni yig'ib shu kitobni yozgan va o'z o'rnida adabiyotda ham o'zini nomini qoldirgan, qaysidir kichik zarra bo'lsa ham. To'g'ri, u Dostoyevskiyning asarlariga bo'ylashadigan kitob deb bo'lmaydi albatta. Chunki baribir Dostoyevskiyda kuchli tafakkur va inson ruhiyatiga chuqur kirish degan nimalar bor. Anna Dostoyevskiy shunchaki turmush o'rtog'ini bizga qanaqa inson sifatida, qanaqa er, qanaqa ota, oilada qanaqa ro'zg'or boshi yoki boshqalar bilan munosabatda qanaqa insonligini bizga ko'rsatib bergan bir ko'zgu sifatida xotiralar. Biz masalan Dostoyevskiyning turli asarlarini o'qiymiz, lekin uni shu asarni qanaqa holatda yozgan, qanaqa kayfiyatda yozgan bilan bilmaymiz. Ayniqsa aka-uka Karamazovlar Jinoyat va jazoni qay holatda yozgani shu kitobda juda ham batafsil berilgan. Ayni qarzga botgan payti yozgan, masalan Jinoyat va jazoni ayni shu paytda Annani unga unikiga kelishi, yordam berishi, keyinchalik turmush qurishlari Fedor Dostoyevskiyning adabiyotda o'z o'rnini topishga, kitoblarini chop etib, yaxshi gonorar olishga olib kelgan. Balki Anna bo'lmaganda, balki u hamon o'sha holatda qarzdor va kasalmand holatda qolishi mumkin edi. Aytishadi-ku, hayotda kimnidir uchratsa, to'g'ri insonni uchratsa, hayot butunlay o'zgarib ham ketishi mumkin. Dostoyevskiyga ana shu Anna qandaydir najot farishtasi bo'lib, xuddi Xudo bergan farishtadek uni o'zidan ancha kichik bo'lsa ham topib kelgan. O'zi Anna inson tashqi ko'rinishi yoki chiroyiga qarab emas, asosan o'sha iste'dodi va intellektiga qarab tanlaganda turmush o'rtog'ini ham. Qachonlardir unga muxlis bo'lgan, kitoblarini o'qigan, xayolini tasavvur qilgan, u bilan uchrashish qanaqa hayajonli bo'lgan. Shunday qilib o'rtadagi shu mehr-muhabbat ana shu 14 yillik turmushga bir foydevor bo'lgan desa ham bo'ladi. Endi Annani bir so'z bilan aytganda, fidoyi deb ta'riflardim. Ikkinchi savolga kelsak. Fidoyi endi o'zbek ayollariga o'xshash jihatlari juda ham ko'p-da. Masalan, Annadagi shu eriga bo'lgan hurmat, uni bolalar shovqin qilmasligi uchun unga alohida sharoit yaratib berishi, ro'zg'ordagi o'sha kamchiliklarni yuritish, uyini yuritishni o'zini bo'yniga olishi, noxush odamlardan erini asrashi, mana shu kabi xislatlar juda ham o'zbek ayollariga o'xshab ketadi. Rus ayolini mana shu o'zbek ayoli bilan qandaydir o'qigan insonga birdan seziladi, uyg'unlik bor. Ya'ni oilaga va turmush o'rtog'iga o'zini fido qilish bilan birga o'zini karyerasini ham davom ettirgan, o'sha o'zini sevimli kasbi bilan garchi turmush o'rtog'i ishlashga ruxsat bermagan bo'lsa ham, shu uyda noshir sifatida uyda ishlagan. Dostoyevskiyni barcha asarlariga nashriyot ochib uni chiqartirgan, sotish bilan shug'ullangan, vafotidan keyin ham adabiy merosini davom ettirgan. Ya'ni u ham oqila, ham aqlli ayol bo'lgan deyishim mumkin. Sizga batafsil savol javob bo'ldi. Keyin yaxshi qilib qilib berish uchun. Yana bitta savol bo'lgan, degan qizdan. Bu savolga qaysidir javob berdingiz, endi chuqurroq javob bersangiz balki qisqa bo'lardi. Turg'undan so'radingki, qisqa qilib aytganlar oxirgi nuqta. Nima uchun aynan Dostoyevskiy tanlagansiz? Ya'ni xotiralar tarjimasini tanlayapsizmi? Demak, sizda Dostoyevskiy bo'lgan qandaydir kuchli qiziqish yoki muhabbat bor. Va mana shu tarjimaga sabab sifatida
uning ijodi bilan bir qatorda shaxsiy hayoti ham tarjima uchun aloqador bo'lganmi deb so'raganlar. Hmm. To'g'ri, bu asar tarjimasiga qadar Dostoyevskiy asarlarini judayam sevib o'qiganman. Lekin bir narsa bor, men shaxsiyatiga qiziqmaganman yozuvchini. Chunki bilaman, shaxsiyatiga qiziqsam, agar uni o'sha qora tomonlarini, kamchiliklarini sezsam, asarlariga nisbatan ham qandaydir xayrixohlik kamayadi-da menda. Shu kamchiligim bor, ya'ni ko'pincha kimnidir ijodini o'qisam, shaxsiyatiga qiziqmayman. Iloji boricha tanishmaslikka harakat qilaman. Masalan, zamondosh yozuvchilarni ham, shoirlarni ham ijodini sevib o'qigan bo'lsam, keyinchalik o'zi bilan tanishish jarayonida, muallif bilan tanishish jarayonida qandaydir yoqimsizlik sezsam, keyin ijodiga nisbatan ham shu narsa qoladi-da menda. Shuning uchun ham iloji boricha shaxsiyat bilan tanishmaslikka harakat qilaman. Lekin shu tarjimadan keyin Dostoyevskiyni shaxsiyati menga juda ham ma'qul bo'lgan. Balki xotini sifatida uni kamchiliklariga ko'z yumib faqat yaxshi taraflarini yozgandir. Balki faqat biz uchun oq tomonlarini taqdim etgandir. Bu endi o'ziga ayon. Lekin shunday bo'lsa ham, endi Dostoyevskiy juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Ayniqsa uni o'sha poktomonlik taraflarini ko'proq ochib bergan. Endi bu asarni o'zim mustaqil tanlamaganman. Yangi asr avlod nashriyotida Feruza opa Quvonova tavsiya qilganlar. Nashriyotimiz uchun shu kitobni tarjima qilib berasizmi deb taklif qilganlar. Bunga ham 6-7 yil bo'ldi. Judayam sidqi dildan qabul qilganman, xursand bo'lib, chunki bunaqa kitob borligini o'zim bilmaganman. Boshida o'qib ko'rganimdan keyin judayam yoqqan asar. Shu bahona Dostoyevskiy bilan yana ham yaqinroq tanishaman deb o'ylaganman. Keyin tarjimani olganimdan keyin ancha vaqt u yotgan. Vaqtim bo'lmasdan 3 yil davomida yotgandan keyin birdan kirishib 3-4 oyda tarjima qilgandim. Keyin nashriyotga taqdim etdim. Nazarimda Dostoyevskiyning xotiralar tarjimasi men uchun o'sha tarjimonlikda yana bir bosqich vazifasini o'tadi, yana bir zina vazifasini o'tadi. Chunki unga qadar ayol ijodkorlarni hali tarjima qilmagandim. Aynan Annadan keyin boshqa ayol ijodkorlarga ham qiziqish uyg'onib, Virginia Woolf, keyin Anna Bronte, Emily Bronte asarlarini tarjima qildim. Keyin ayrim ijodkor zamondosh ayol yozuvchilardan hikoyalarni tarjima qildim. Masalan, Margaret Atwoodni. Shu tariqa ayollar ijod olamiga kirib keldim-da Annadan keyin. Chunki ungacha faqat erkak yozuvchilarni tafakkuri, balandligi uchun ham doim tanlardim tarjima uchun. Lekin qarasam, ayollar ham ancha muncha ijodkordan kam emas va arziydi tarjima qilishga. Va hozir ham undan keyin ham agar tarjima qilsam, iloji boricha ayol yozuvchilarni tanlashga harakat qilyapman. Turar uchun rahmat. Manda shu fikringizga savol tug'ildi. Men ham shu narsaga qiziqaman. Qanchalik erkak va ayol yozuvchini farqi bo'ladi. Siz necha yillik kitobxon yozuvchi va tarjimon sifatida qanday farqlari bor? Shuni qayerdan bilib olsak bo'ladi yoki siz qayerdan sezgansiz? Shunaqa gap qo'ysangiz. Shu savollar menda ham doim yig'ilib kelgan. Buni javobini o'sha Wolfning shaxsiy xonasida topganman. Necha asrlar davomida o'sha ayollarga nimaga daho chiqmaydi degan savollarga batafsil esse tarzida javob berib o'tgan. Qisman ko'p fikrlarga qo'shilganman. Har bir ayolga asosan o'sha ayol endi uyni yurituvchi inson sifatida qaralgan. Mikrofon yo'q. Menimcha qandaychiligini Men rost o'chganini bilmasa rosa gapiribman. Keskazsangiz ma'qul bo'lib qoldi. Endi boshlayotganmiz. Virginia Woolfdan sekin o'tib endi Gapimni yakunlab xulosa qilib, bunday qarasam o'chgan ekan. Aytganimdek, o'sha erkinlik hissi bilan bog'liqda. Bizda masalan qizlar baribir bolalikdan qandaydir
o'g'il bolaga nisbatan baribir erkinlik hissini kamroq tuyadi-da. O'sha yuksak tafakkur bilan yozilgan masalan erkaklarni romanlarini oladigan bo'lsak, ularda o'sha narsa sezilib turadi. Erkin tafakkur, erkin ong sezilib turadi-da. Ayollarda bu nisbatan cheklangan. Ular o'sha bo'ynidagi vazifalari ko'p, farzand tarbiyalash, farzand tug'ish, turmush o'rtog'iga qarash kabi ishlardan ortib o'zini ijodga to'liq bag'ishlay olmaydi. Qisman bag'ishlashi mumkin va o'sha qisman bag'ishlangan asarlarni biz o'qib kelyapmiz hozirgacha. Agar u to'liq bag'ishlasa, menimcha o'sha erkaklar darajasidagi tafakkurdagi asarlar yoziladi deb o'ylayman. Masalan, o'zimdan qiyos qilsam ham, asosiy e'tiborim baribir farzandlarda, oilada. Shundan ortgan e'tiborimni masalan ijodga, tarjimaga sarflayman. Erkaklarda ham masalan hozir to'liq o'zini ijodga bag'ishlay oladi deb o'ylamayman, chunki ularda o'sha ro'zg'or tashvishi bor, pul topish kerak, ishlash kerak. Ular ham shulardan ortsa masalan yoza oladi. Balki vaqt ham muhim omil emasdir. O'sha aytganimdek, tafakkur muhimroq. Tafakkur va qachon tafakkur o'sha yetilib o'zini o'sha cho'qqisiga chiqadi, o'sha erkinlik bilan bog'layman. Inson o'zini erkin his qilishi, ongini Wolf aytgandek, androgen ongga ega bo'lishi kerak deb aytadi. O'sha yuksak asarlarni yozish uchun misollar keltirib beradi. Umuman bu asarda o'sha siz aytgan savolga hamma javoblar berilgan agar esseni sinchiklab o'qilsa. Asrma-asr qadimdan to hozirgacha bo'lgan ayol ijodkorlarni qanaqa yozgan va nima bosim ostida yozgan, shularni nima qilib taqqoslab berganda. Adashmasam shaxsiy xona nashr etildi. Men biroz uzoq bo'lganim uchun kitob savdosidan. Ha, chiqqan. Shaxsiy xona chiqdi. Hozir xotiralar bilan shaxsiy xona o'zi qayta nashrga tayyorlanyapti. Birinchi sotuvi tugagan ekan. So'rayman, shaxsiy xonalar ancha ko'p bo'lmaydi chiqqaniga. Anna Dostoyevskiy bilan Virginia Woolf umuman teskari dunyo, ikki qutb desa ham bo'ladi. Shunga qaramay, unisidan ham bunisidan ham nimadir oldim o'zimga ijodkor sifatida. Baribir Virginia Woolfda o'sha tafakkur kuchliligi seziladi. Lekin uni feministik asar deb ham bo'lmaydi. Bu yoqda erkaklarga nisbatan qandaydir nafrati yo'q, chunki Woolfning o'zi ham turmush qurgan, eri bo'lgan, eri uni juda ham yaxshi ko'rib, o'sha ijodini doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Annada ham shunday yaxshi turmush o'rtog'i uchragan. Umuman ba'zilar o'ylaydi, ayol ijodkor o'sha bemalol ijod bilan shug'ullanishi, oila qurmaslik kerak, farzand ko'rmaslik kerak degan fikrlar ham uchrab turadi, lekin buni aksini isbotlagan adibalar yetarlicha topiladi. Demak, o'sha siz o'zingizga aytgandek biroz xulosa qilsak, ya'ni erkinlik omili ahamiyatlimi? Aynan kuchli tafakkurga ega kitoblar yozishda. Endi bu ham qaysidir omillarning bittasida, chunki tafakkurni aynan bitta formulasi yo'q-ku baribir. Aynan shu omillar bo'lsagina senda tafakkur bo'ladi degan nima yo'q. Endi bu ham Xudo bergan iqtidorga ham bog'liq baribir, o'sha tabiat bergan iste'dodga ham ko'p narsa bog'liq va mehnat ham muhim omil hisoblanadi. Agar inson ichida o'sha tafakkurni, iste'dodni bir vulqon yig'ilib tursa, lekin u mehnatdan qochsa va shuni chiqarmasa, u ham qandaydir ichida qolib ketib va qay tarzdadir balki salbiy vulqon sifatida ham otilib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham aytishadi, yozuvchi o'zini kun tartibiga ega bo'lishi kerak. O'sha ijodiy potensialini chiqarib, energiyani chiqarib yozish kerak deyishadi. Hozir o'sha zamondoshlardan Murakamini kun tartibiga juda ham havas qilaman. Juda ham yaxshi kun tartib tuzib olgan. Badan tarbiya, sayr va ijodga o'tirib ma'lum bir soat yozish, musiqa tinglash. Buni ortida baribir mehnat bor. Shu darajaga yetib kelguncha o'sha yetarlicha mehnat qilgan yoki etude olsagan, o'zini ijodga bag'ishlab, moliyaviy erkinlik ham ko'p narsaga nima qiladi-da, ta'sir ko'rsatadi.
moliyaviy erkinlikka erishgan yozuvchilar hozir o'sha bemalol o'zining ijodi bilan band dunyo bo'yicha. Hmm, um, Mana shu fikrimizga ozgina qiziq savol tug'ilib qoldi. Biz kitobxonlar ikkitasi o'qiganimizda shunaqa fikrlar bo'lardiki, kim kuchli yozuvchi deganda ko'pchilik Dostoyevskiy Tolstoy mavzusi bo'lganda bitta odam faktor qilib argument sifatida Dostoyevskiy nima uchun yaxshi deganda, chunki u qiynalib yashagan moliyaviy muammolari bo'lganda u dard bilan yozgan degan argumentni o'rtaga tashlaganda, ya'ni buyuk yozuvchilarda dardi bo'lishi kerak, shunaqa muammosi bo'lishi kerak degan narsani o'rtaga tashlagan. Qaysidir ma'noda to'g'ri. Siz bu narsaga qanday qaraysiz? Ya'ni buyuk yozuvchi qanday aniqlanadi? Hali umumiy konsepsiya yo'q manimcha, bu sizni fikringiz. Endi ijodkor shaxsiy dardi ham bo'lishi mumkin. Keyin umuman omma dardini ham his qilib yozish mumkin-da. Masalan, Dostoyevskiyda ko'proq o'zini moddiy qiyinchiliklari ustun turgan bo'lsa, Tolstoyda unday bo'lmagan. Tolstoy yetarlicha boy bo'lgan va qandaydir shaxsiy dardlari nisbatan kamroq bo'lgan Dostoyevskiydan ko'ra, lekin shunga qaramasdan judayam o'sha nodir kitoblar yozib qoldirgan. Bu ko'proq Tolstoyda o'sha xudo bilan bog'liq savollar ko'p bo'lgan. Shu ham bir qandaydir yozishga undagan bo'lishi mumkin. Umuman bolalik bilan bog'liq ham deyishadi ba'zilar. Baxtsiz bolalikni boshdan kechirsa, kelajakda yozuvchi bo'lish ehtimoli ko'p degan fikr ham bor. Umuman yozuvchi bo'lish uchun aynan bir omilni ko'rsatib bo'lmaydi. Hammani agar biografiyasiga qarasak, hammani yozuvchilikka kirib kelish yo'llari har xil, sabablari har xil. Lekin dard baribir muhim o'rin tutadi. Qandaydir dard, shaxsiy dardmi, omma dardimi, xalq dardimi, nimanidir dardida yoziladigan asarlar baribir insonda kuchli taassurot qoldiradi. Shunday pallalar ham bo'ladiki, yozuvchida masalan ilhom bo'lmaydi, ya'ni dard bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan masalan romanlarni mehnat asosida yozilishi kerak deb ham hisoblashadi. Masalan, sizga ilhom kelmasligi mumkin, dard paydo bo'lmasligi mumkin, lekin siz qat'iy mehnat intizomiga rioya qilib, o'zingizga muddat belgilab shu romanni yozib tugatasiz. Roman baribir aqliy mehnat natijasi, sizni tafakkuringizni ko'rsatib beradigan bir asar. Markes ham masalan yolg'izlikni 100 yillarni qisqa muddatda xonaga qamalgancha yozgan. Shu o'rinda uni turmush o'rtog'ini ham eslab o'tish kerak. Turmush o'rtog'i bu paytda ro'zg'or tashvishlarini o'zi yuritgan, eriga xalaqit bermagan va Markes o'sha yolg'izlikni 100 yilini tugatib, nashriyotlarga berib, shuni gonoraridan masalan ancha o'zini tiklab olgan. Ya'ni u o'sha muddatda tugatishim kerak deb o'ziga mehnat intizomiga rioya qilgan. O'sha payt uni qandaydir dard qiynaganmi, qiynamaganmi masalan biz bilmaymiz. Chunki u o'zidagi bazani o'sha miflar bilan qo'shib o'sha asarni yaratgan. Shuning uchun ham buni omillarini har xil deb baholash mumkin-da. Umumiy formula yo'q-da, baribir. Chunki baribir menga masalan yosh ijodkorlar ko'p yozishadi. Endi ijod qilish boshlayapman, menga qandaydir maslahat bering yoki ijodni nimadan boshlashim kerak, qayerdan boshlashim kerak, qanday boshlashim kerak deb savol berishadi. Bu savolga ko'pincha javob bera olmayman-da. Chunki mana bunaqa qilib boshlaysan, bunaqa qilib tugatasan yoki mana bu kitobni o'qisang yozishni o'rgatadi degan javoblar bera olmayman. Chunki bu hammasi individual narsa-da. Hamma o'zidan kelib chiqib uslubini yaratadi, o'zi mavzu o'ylaydi. Xohlasa kimlardir asarni o'rtasidan yozib ketadi, kimlardir yakundan boshlaydi, kimdir muqaddimadan boshlaydi, keyin oxirida baribir tahrir jarayonida u asar o'ziga keladi. Shuning uchun ham aniq bir maslahat bera olmayman bu borada hech kimga. Masalan, tarjimani, tahrir san'atini o'rgatish mumkindir, lekin aynan she'riyat yoki nasrni o'rgatib bo'lmaydi. Qandaydir masalan o'qib ko'rib maslahat berishingiz mumkin, fikringizni aytishingiz mumkin, lekin
nimadan boshlashim kerak degan savolga judayam qiyin javob berish. Chunki baribir har qanday ijodkorni asosiy unsuri shu biz aytgan omillarga ko'ra baribir dard bo'lsa, hammani o'sha dardi qaysidir agar o'sha bolalikdagi ruhiy jarohatlar ta'siri bo'lsa, hammaning qiyasi har xil bo'lgani sabab unga qiziq bo'lgan motiv, u yozmoqchi bo'lgan motiv ham har xil bo'lishi sababli ham hech kimga o'rgatolmasa kerak. To'g'ri. Mana shu chatimizda yana bitta qiziq mavzuni ochmoqchi edim. Siz aytib ham o'tdingiz Dostoyevskiy shaxsiyati haqida, Dostoyevskiyga qiziqishingiz. Hozir deylik kimdir bor, endi kitob o'qishni boshlayapti, shu adabiyotga qiziqyapti va Dostoyevskiy nomini ko'p eshityapti. Aynan endi kirib kelayotgan odamga Dostoyevskiyni qanday tanishtirgan bo'lardingiz? Nima uchun o'qishi kerak yoki nima uchun o'qish unga foydali bo'lardi degan savolga qanday javob bergan bo'lardingiz? Endi agar o'qishga mutolaaga endi kirishgan bo'lsa, birdaniga Dostoyevskiy bilan emas, sal soddaroq yozuvchilardan boshlashni tavsiya qilardim. Lekin baribir vaqti kelib Dostoyevskiy bilan tanishish istagi uyg'onganda kichikroq asarlar, shu kambag'allar, oydin tunlardan boshlash mumkin. Hozir umuman dunyo kitobxonlari ichida o'sha oydin tunlar asari judayam ommalashgan. O'zi umuman Dostoyevskiy nomi ommalashyapti ham. Men o'zi eslab ko'rsam Dostoyevskiyni birinchi telba asaridan boshlagan ekanman o'qishda. O'sha payt hech kim maslahat ham bermagan ekan, menimcha. Birinchi uyda o'sha telbaga ko'zim tushgan. O'shani olib o'qiganman 8-9 sinflarimda. Shu hozir yana bir qayta o'qishim kerak deyman, chunki o'sha paytda nima qabul qilganman, endi hozir 36 yoshimda nimalarni qabul qilaman, juda ham o'zimga shu qiziq. Lekin nimagadir o'sha yuqori sinf o'quvchilik paytlarimda og'ir asarlar o'qirdim va hozir ko'pchilik aytadi-ku, yoshingga mos kelmaydi, to'g'ri kelmaydi degan fikrlar bo'ladi, lekin unaqa bo'lmagan menda. Shu to'g'ri qabul qilganman va shu orqali klassik adabiyotga kirib kelganman. O'sha ba'zilar aytadi, o'sha yengil asarlardan boshlagin, Pablo Coelhodan masalan, turk adabiyotidan boshlash mumkin deyishadi. Menimcha qanday asar bilan boshlasangiz, keyin shu bo'yi shu asarlar ichida yurasiz deb o'ylayman-da. Men ham o'sha klassik asarlar mutolaasidan boshlaganim uchun ham, shunga mehrim tushgani uchun ham shunda qolganman. Shundan keyin yengil asar o'qiy olmaganman, chunki telbadan keyin yengil asar hazmi oson asarlarni o'qiy olmaysizda. Keyinchalik Dostoyevskiyni umuman mutolaalar, hamma asarlarni o'qib bo'lgandan keyin Tolstoyga o'tganman. Tolstoy lekin Dostoyevskiydan ko'ra menga kuchli taassurot qoldirgan. Garchi Dostoyevskiyning shaxsiyati menga ko'proq yoqsa ham, lekin Tolstoyda asarlari ko'proq yoqadi. Tolstoyda Anna Sofiya Tolstoyani xotiralarga bog'liq asari bor edi. U ham shu Annaga o'xshab eri haqida hamma xotiralarini, kundaliklarini yozib 2 tom asar qoldirgan. Uni ham menga tarjima berishgandi, lekin hali uni ochib ko'rmadim. Juda ham katta asar, 2 memuar. Ana shunda Tolstoyning butun shaxsiyati, oilada qanday inson bo'lgani bilan tanishish mumkin. Balki qachondir shuni ham tarjima qilarman. To'g'risi Tolstoy shaxsiyatiga o'zi qiziqib ko'rmaganman, asarlari yoqadi, bo'ldi deyman. Ayniqsa Anna Kareninadan keyin sevimli yozuvchimga aylangan Tolstoy. Shuning uchun ham bo'lajak endi shu mutolaaga kirib kelayotgan kitobxonlarga o'zingizga o'sha didingizdan kelib chiqib, ya'ni dunyoqarashingiz yetadigan darajadagi asarlarni tanlang deyman. Masalan, 2-16 yoshli o'smirdan oladigan bo'lsak, kimdir qaysidir biri Elchin safarligi kirishib o'qib ketsa, qaysidir biri masalan Dostoyevskiyni o'qib ketishi mumkin. Hammasi o'sha diddan kelib chiqadi baribir, dunyoqarashdan kelib chiqadi. Asar tanlab berish ham o'zi qiyin narsada, chunki siz u inson ichini bilmaysiz.
mm, 16 yoshli bo'lsa ham masalan bemalol katta o'sha klassik adabiyotni tushunish darajasida bo'lishi mumkin inson. O'zi haqiqiy kitobxon baribir boshqalarni tavsiyasiz ham o'ziga kerakli kitob topib o'qiydi. Chunki hozir kitoblar judayam ko'p. Originalda ham, tarjimalar ham, kitob do'konlar, nashriyotlar avvalgidan judayam faollashgan. Yetkazib berish xizmatlari. Shuning uchun ham odam o'zini sevimli asarini, sevimli yozuvchisini topib olish qiyin darajadagi zamonda yashamaymiz deb o'ylayman. Man ham qo'shilaman. Shu mening hisobimga kimdir o'qish kerak deganda o'sha savolni bermaslikka harakat qilib, qaysidir o'sha ma'noda so'ramoqchi edim. Keyin siz Telegramga gapirdingiz. Mani o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Jinoyat va jazodan boshlaganman. Uni 10-sinfimda o'qiganman, 17 yosh bo'larkanman. O'shandan keyin hali adabiyot boshqacha levelga o'tib qolganda, siz aytgandek, endi o'sha yengil kitoblar dopamin bermay qo'ygan, o'sha baxt garmoni bermay qo'ygan. O'zimda sezganman. Man ham o'ylayman, hammaga Dostoyevskiy yoqishi shart emas, hammaga Kafka yoqishi shart emas. Keyin nimani aytib o'tdingiz-ku, Dostoyevskiyni hozir ko'proq targ'ib qilishyapti. Shunaqa Dostoyevskiy, Kafka fenomeni internetda, Instagramda juda keng tarqalyapti. Mana shu fenomenga qanday qaraysiz va buni sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni rostdan Dostoyevskiyni tushunib o'qib, biz shu darajada balandda bo'ldikmi yoki bunchalik ham tabiiy, ya'ni sun'iy bo'lishi ham mumkinmi bu fenomen? Sun'iy bo'lishi ham mumkin. Chunki qandaydir trendga aylandida bu endi Dostoyevskiyni ismi. O'sha trenddan qolib ketmaslik uchun ham yoki ko'proq o'sha layk yig'ish uchun, ko'proq ko'rishlar soniga erishish uchun ham Dostoyevskiydan foydalanishayotgan bo'lishi mumkin. Umuman Dostoyevskiyni hayotida o'sha romantika borda baribir. Hayot romantikasi. Tolstoydan ko'ra. Nochorlikdan o'sha yozuvchi darajasiga chiqqani, o'zining shaxsiy hayoti masalan misol bo'lishi mumkin. Keyin o'sha ko'proq baribir Oydin tunlar asariga ko'zim tushyapti, lekin katta masalan Karamazovlar yoki Telbar masalan uchratmadim unchalik trendga chiqqanini. O'sha ko'proq sodda asarlarni uchratyapman. Shunday bo'lsa ham baribir uni ijobiy qarayman. Yengil yelpi turk yozarlaridan ko'ra klassiklardan chiqayotgani menimcha quvonarli hol. Baribir kimdir shu trenddan qiziqib, o'sha kitobni sotib olib, o'sha sevimli yozuvchisiga aylanishi mumkin Dostoyevskiy. Tushunib, anglab o'qishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3-4 yil avval judayam yengil asarlar urchib ketganda, hammani masalan metroda yursam ham hammani qo'lida shunaqa o'qishga arzimaydigan judayam saviyasiz asarlarni ko'p uchratardim. Lekin hozir ancha o'zgargan. Kitobxonlarda o'zgargan. Metroda ham ko'p o'zi metroga ko'p chiqaman. Ko'proq yaxshi asarlarni uchratyapman. Keyin yoshlar ko'proq asliyatda o'qiyapti. Ingliz tilidami, rus tilidami, turk tilidami asliyatda o'qishga harakat qilishyapti. Bu ham juda ham quvonarli holat. Chunki baribir tarjimon qaysidir darajada yozuvchini uslubini o'zidek chiqarib bera olmasligi mumkin yoki uslubini umuman o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham kitob do'koniga kirsam ham ko'pincha originalda yozilgan asarlarni sotib olayotgan yoshlarni ko'raman. O'zim ko'proq lekin tarjimada o'qiyman, chunki tarjimon bo'lganim uchun boshqa tarjimonlar ishini kuzatish yoqadi. Qanday tarjima qilgan, qanday so'zlar ishlatgan, qandaydir tajriba maktabi bo'lish uchun ham baribir tarjima o'qiyman. Ayniqsa ustoz ijodkorlarning tarjimalarini ko'proq o'qib, o'sha bari rus tilidan qilishgan bo'lsa ham juda ham maromiga yetkazib tarjima qilishgan. To'g'ri, ayrim kesilgan, olib tashladigan joylari bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi asliyatdan qilinayotgan to'liq asarlardan ko'ra o'sha o'tgan asrda ustozlar qilgan tarjimalar bari baland. Mahorat maktabi bo'lib xizmat qiladi ko'proq tarjimonlarga. Nima haqida aytib o'tganimizda, o'sha Dostoyevskiy
ismi klassik fenomeni bo'lishi menimcha yaqinda Ustoz Habiba Asadovni fenomeni bilan qandaydir o'xshash ma'no bersak bo'ladi. Ya'ni ular ta'bir qilayotgan narsa baribir kitob bo'lgani uchun yaxshi holat, u qanchalik kimgadir yoqadi, kimgadir saviyali emas. Unisidan ham ko'ra o'sha kitobxon odam, kitob o'qiydigan odam trendga chiqayotgani ko'pchilikni xursand qildi. Shunga o'xshatsak bo'larkan. Mhm. Xotiralar bo'yicha bitta oxirgi savolni beraman keyin sizni kitobxon va yozuvchi sifatidagi bir ikkita savollar bersak bo'ladi menimcha. Mana shu xotiralarni tarjimasi yoki o'qishdan oldin sizda Dostoyevskiy haqida qaysidir tasavvur bo'lgan? Man taxmin qilaman, kitobni tugatgandan keyin o'sha tasavvuriga qandaydir tahrirlar kiritilganda, ya'ni yanada ravshanroq deymizmi yoki boshqa jihatlari paydo bo'lgan. O'sha savol shuki, mana shu tarjimadan keyin Dostoyevskiy siz oldin bilmagan nimalarni bilib oldingiz, nimalar qo'shildi uni tasviriga? Shunga qiziqdim. Mhm. Dostoyevskiyni to'g'risi men rashkchi deb o'ylamasdim. Lekin kitobda o'qish mobaynida uni judayam ashaddiy, hatto asossiz rashkchiligini bildim. Bu holati menga uncha yoqmadi to'g'risi. Qanday desam, endi Anna Dostoyevskaya boshqa erkak bilan qo'l berishib ko'rishishi yoki kulib gaplashishi umuman Dostoyevskiyda nafrat va g'azab uyg'otganda. Bu bilmadim, xotiniga ishongan, lekin ishongan bo'lsa ham judayam erkaklardan rashk qilgan. O'sha ishlashga ham qo'ymagan, masalan, qayerdadir ishlab bir muddat ishlashga ham harakat qilgan, lekin qarshilik qilgan ishlashiga. Shu taraflari uncha yoqmagan o'zimga. Lekin rashkidan tezda sovib, yana xotinidan doim kechirim so'ragan. Behuda rashklar uchun. Yana bir tarafi judayam ko'ngil bo'shligi. Masalan, ko'chada kimdir sadaqa so'rasa, oxirgi pulini berib yuborishi, o'ziga yomonlik qilganlarga ham yaxshilik qilishi yoki turmush o'rtog'ini o'sha tug'ruq paytida yonida bo'lib, judayam yosh boladek yig'lashi, Xudoga o'sha yolvorishi. Ana shu ko'ngil qandaydir ko'nglini bunchalik nozik deb o'ylamagandim-da Dostoyevskiyni undan avval. Kitoblarini o'qib, baribir qandaydir qahramonlarga qarab, qandaydir baribir yozuvchida qattiqlik bo'ladi, sovuqlik bo'ladi deb o'ylardim. Lekin bu asarda judayam o'ta mehribon va o'ta ko'ngilchan deb tasvirlangan. Balki bunga qo'shimcha ravishda Dostoyevskiy haqida boshqa yozuvchilarning fikrlarini o'qib ko'rish kerak deb o'ylayman. Shunda to'ldiradi. Baribir Anna uni faqat asosan er sifatida tasvirlagan. To'g'ri, yaxshi er bo'lgan, bolalariga judayam mehribon ota bo'lgan. Keyin ketma-ket kulfatlar balki uni judayam o'sha ko'ngli nozik qilib qo'ygandir. Shunday bo'lsa ham u doim odamlarga, Xudoga ishongan, dinga judayam e'tiqod qilgan. Xorijdan qaytgandan so'ng nasroniy diniga butunlay o'zini o'sha qoidalariga, barcha nimalariga amal qilib, nasroniycha umr kechirgan. Shu taraflari yangilik bo'ldi menga. Tushundim. Dostoyevskiy bo'yicha yana bitta savol berishgan, menimcha shu oxirgisi bo'lsa kerak, u bilan bog'liq. Shuni so'rashganki, agar sizda u bilan Dostoyevskiy bilan suhbatlashishga imkoni bo'lganda, hayot va yoki asarlari bo'yicha qanday savollar so'ragan bo'lardingiz deb. Bu birinchi savollari. Ikkinchi savollari xuddi mana shuni davomi. Qaysi savollar uni ijodi yoki shaxsiyatini chiqarib bera olardi, ya'ni qaysi savol so'rasakki uni ijodini ochib bera olardi deb shunday ikki savol berganlar. Menimcha birinchisi qiziqroq. Agar savol berish imkoniyati bo'lganda, unga o'sha Anna Dostoyevskiyani chindan ham sevganmisiz deb so'rardim. Chunki bu yoqda biz Annani tuyg'ularini o'qiymiz, ya'ni Anna juda ham erini sevgan, lekin Dostoyevskiychi uni sevganmi degan savolga javob topolmaganman asardan. Balki uni qalbida pinhona boshqa ayol bo'lgandir. Balki buni sezdirmagandir. Bundan tashqari Annadan avval turmush qurgan.
U ayol bilan bir muddat yashagan, vafot etgan u ayoli. U ayoldan bitta farzand qolgan. O'shanga o'gay ota sifatida, Anna o'gay ona sifatida u bilan ham bir muddat yashagan. Lekin u Dostoyevskiyni o'g'li bo'lmagan. Turmush o'rtog'ini avvalgi eridan bo'lgan farzandini ham asrab olganda u Dostoyevskiy xotinini hurmati. Lekin uni juda ham yaxshi ko'rgan deyishadi to vafotigacha. Keyinchalik vafot etgandan so'ng Anna bilan oila qurgan. Shu Dostoyevskiyni aslida ko'nglida kim bor edi, u kimni sevgan degan savol menga doim ochiq qolgan, shuni so'rardim. Ikkinchi savol nima edi? Qaysi savollar, ya'ni ijodiga, shaxsiyatiga bog'liq bo'lishi mumkin? Uni yanada qiziqarli ochib berardi yoki qiziqarli javoblar olish mumkin edi. Bitta savol yoki bir qancha savol beraylikki, uni ijodiy va shaxsiyatini ochib berish osonroq bo'lsin deb so'rashgan. Endi bilmadim. Bu yerda o'zi ko'p savollarimga javob olganman xotiralarda. Lekin Dostoyevskiyni o'zini shaxsiy kundaliklari bo'lsa, menimcha ko'p savollarimizga javob olardik. Ko'proq men Tolstoyda kundaliklarni o'qiganman. Lekin Dostoyevskiyni kundaliklarini o'qib ko'rmaganman. Baribir uni ichki kechinmalari mavhumligicha qolgan. Shu o'rinda o'zimda Dostoyevskiy uchun bitta savol tug'ildi. Shu Akulka Karamazovlar bor katta romanlaridan Telba, Jinoyat va jazo bor, Iblislar bor. Shular orasida, shu barcha romanlari, asarlari orasida sizningcha eng kuchlisi qaysi? Ya'ni insoniyatga tafakkuri bilan deymizmi yoki adabiyot kuchi bilan eng kuchlisi sizningcha qaysi biri bo'lishi mumkin? Endi ko'pchilik mutaxassislar, adabiyotshunoslar Karamazovlar tan oladi. Endi uni ham tushunadi deyishadi. Ko'pchilik toqat qilib oxirigacha o'qiy olmaydi deyiladi, oddiy kitobxonlar masalan. Endi shaxsan o'zimga Jinoyat va jazoni tanlagan bo'lardim. O'sha asar meni ham tafakkurimni ancha o'zgartirgan. Inson o'sha eng qalbini chuqur joylariga xuddi chiroq yoqib narvonda tushgandek bir taassurot uyg'otgan. Oddiy kitobxonlarga ham tushunarli bo'lgan asar deb o'ylayman. Menimcha buni ko'pchilik o'qigan. Tarjimasi ham juda ham yaxshi bo'lgan. Shu asarda olgan bo'lardim. Men hamma uchun har xil, kimlargadir telba bo'lishi mumkin, kimlargadir kambag'allar. Endi ustozim Abduqayum Yo'ldoshev bilan bir Dostoyevskiy haqida gaplashganimizda shu Karamazovlar haqida ancha gapirib bergandilar. Juda ham kuchli asarligi, inson tafakkurini o'zgartiradigan darajada asarligini aytib o'tgandilar. Lekin tushunish qiyin, aytganimdek buni tushunish uchun o'sha rus tafakkuri, rus tarixi, rus madaniyati bilan yaxshigina tanish bo'lish kerak. Ayniqsa nasroniylik dinidan boxabar bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunday. Men o'qiganimda juda ko'p haligi stilikalar berilgan. Man eng kichik o'g'ilga, eng kichik Karamazovda boshqa shaxsiyat, uni akasi, ya'ni ular qilayotgan harakatda qandaydir o'sha oldingi qaysidir mifologiyalardan ko'rinishi, qaysidir o'sha dindagi narsani ko'rinishi bo'lgandek tuyulgan. U rostdan ham murakkab tuyulgan. Qanchalik og'ir tuyulmasin, u baribir ko'pchilikka murakkab bo'lsa kerak. Shunday. Menimcha Dostoyevskiy bo'yicha savollarni tugatsak bo'ladi. Aslida men nima bilan boshlamoqchi edim? Endi biz kitobxonlar ko'p eshitadi. Siz ham birinchi navbatda bu darajaga kelishingizdan oldin eng birinchi haligi 0-daraja, hozir ham sizni bir kitobxon desak adashmagan bo'lamiz. Aynan hozirgi sizni miyangizda qandaydir adabiyot degan olam bo'lsa, o'sha adabiyot olamini eng katta haligi odamlari yoki bittada ko'zga ko'rinadigan shaxslari kimlar bo'lishi mumkin? Yoki qaysi kitoblar bo'lishi mumkin? Endi men uchun adabiyotdagi yuksak asarlar sifatida
Ko'radiganlarim o'sha "Yolg'izlikning 100 yili", keyin "Anna Karenina", "Bavari xonim", "Jinoyat va jazo", Kafkani "Evrilishi", keyin miflar asosan o'sha qadimgi Yunon miflari, Odyssey deymizmi? Shularni asosan o'zim uchun cho'qqi bilaman. Ba'zida yozuvchi sifatida qarasam bularga yetib bo'lmas darajada odam o'zini ojiz ham sezadi ba'zida. Chunki qanchalik ko'p baland, qanchalik ko'p yuksak asarlar o'qigani sari yozuvchida qandaydir o'ziga ishonchsizlik ham paydo bo'ladi. Chunki bu darajada yozolmayman baribir degan. Lekin o'sha buyuklar ham qachondir o'zidan o'tganlarni o'qib, o'tgan yozuvchilarni o'qib o'sha nimasini mustahkamlagan mahoratini. Ular ham o'zlaridan buyuk deb bilganlarini qoldirishgan asarlarini yozib, sevimli asarlarni. Umuman bularni baribir o'qish kerak. Kitobxon bo'ladimi, yozuvchi bo'ladimi, o'qish kerak. Ko'proq hozir bizda kitob javoni to'la, lekin ularni tushunib o'qib, anglab o'qiganlar kam deb o'ylayman. Chunki kitobxonlik baribir odamga zavq beradigan bir jarayonda. Bu ko'p taqriz o'qiyman. Aynan o'sha eng qaymoq joyi, eng kerakli joyi yozilmagandek tuyuladi taqrizlarda. Ko'proq syujetiga ahamiyat qaratishadi yoki iqtiboslar, dialoglarga ahamiyat qarashadi. Lekin asosiy g'oya nima? O'zi qanaqa savollaringga javob ola olding? Tafakkuringni qay darajada boyitdi? Shu kabi jihatlar ko'pincha ochiq qoladi. Ya'ni aytmoqchiki, ko'plab kitobxonlarga man ham sezganman. Kino bo'ladimi, kitob bo'ladimi tugayotgandan keyin uni ta'sir doirasi birinchi navbatda o'shanga baho sifatida olinadi. Ya'ni man nimalarni his qildim degan. Bu ham qaysidir ma'noda adabiyotni vazifasi, lekin umumiy ko'rinishda shu jenrga nimani ko'rsatmoqchi yoki nimani aytishga harakat qilgan, shu savol e'tibordan ko'p hali qoldirib ketilishi bor narsa menimcha. Shunaqa. Masalan, ba'zi kitobxonlar bir asar tugadimi, ertasiga masalan ikkinchi asar boshlashadi o'qishda. Ko'proq masalan bir oyda shuncha kitob o'qidim degan maqsad bo'ladimi, balki ularga bir oyda o'zlari uchun reja qo'yib olishi mumkin. Lekin men masalan bitta asar o'qib tugatgandan keyin bir oy ichida deyarli o'qiy olmayman boshqa asar. O'sha asarda ta'sirida yuraman, o'sha asarda o'ylayman, mulohaza qilaman. Keyin qachon uni ta'siri tugagandan keyin boshqa kitobga o'taman. Shuning uchun ham unchalik ko'p o'qiyman deya olmayman. Kam o'qiyman, lekin ko'proq o'shani ta'sirida bo'lishni xohlayman. Tanlagan sarim ta'sirida yurish, o'sha savollarimga javob topish, yana qayta murojaat qilib kerakli o'sha qismlarni o'qish, qayta o'qish. Shunaqa ko'proq kitob bilan birga bo'lishga harakat qilaman. Shuning uchun ham menda son masalasi sustroq. Ko'p o'qiyman deb maqtana olmayman, lekin shu tarafi ham bor. O'sha o'zim istagan darajadagi kitoblar kam. Masalan, kitob javorimda yangi kitoblar, har oy yangi kitoblar bilan to'ladi, lekin olib 3-4 bet o'qiyman, o'sha men istagan narsani topolmayapman. O'sha men istagan darajada emas yoki ruhimga mos emas. Shuning uchun ham yana qaytib qo'yaman. O'zi 3-4 varaqlab yana qaytib joyiga qo'yib qo'ygan kitoblarim juda ham ko'p. O'sha o'zim istagan darajada bo'lmagani uchundir. Baribir lekin o'sha klassiklarni ko'proq klassiklarni o'qishga harakat qilganim uchundir. Boshqa ijodkorlar o'qishim qiyin bo'ladi. Keyin hozirgi zamondosh yozuvchilardan ham sanoqli odamlarni kuzataman ijodini. Masalan, Etwood bilan Murakamini kuzataman, lekin ular ham o'sha qandaydir adabiy chanqoqlikni qondiradigan darajada emasda asarlari. Baribir o'sha 20-asrda ijodkorlarga sodiqman. Ba'zi asarlar qayta o'qiyman. Shunaqa.
o'zi shunaqa mashhur iqtiboslarga munosabat ham borku. Ya'ni har doim yangi o'qigandan ko'ra o'sha doim o'qilgan kitoblar, klassiklarni qayta o'qigan ko'proq foyda berishi mumkin degan gap munosabat bor. Manimcha ham shunday. E, Ya'ni agar tugatilish uchun o'qilayotgan ko'p hollarda kitoblar bo'lsa, siz aytgan munosabatga o'xshamagan, ya'ni kitobni tugatish keyingisi, ya'ni maqsad o'sha bilan nimadir qandaydir tafakkur, suhbat yoki dialog emas, shunchaki tugatiladigan kichika bo'lsa, uni ta'siri ham shunchalik qisqa bo'lishi menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Shunday. Shunchaki unga tugatib qo'yishim kerak yoki shu oy shu kitoblar o'qib qo'yishim kerak emas. Bu odam tabiiy ehtiyoj sifatida intilishi kerakda kitobga. Ya'ni xuddi suv va nondek kitob ham o'shani odamni ruhiy chanqoqligini qondirishi kerak. Agar u qondirmayotgan bo'lsa, undan voz kechish kerak deb o'ylayman. Lekin ko'pchilik baribir tugatib qo'yishga harakat qiladi. Balki bu yaxshidir. Lekin menda shu shakllanmadi. Ya'ni qondirmayaptimi ichki chanqog'imni, u asardan voz kechaman, ya'ni o'qimayman. Bu ham ba'zida lekin masalan o'ylab qarasangiz klassiklar shu birinchi betidanoq sizni bog'lab oladida o'ziga. O'sha tafakkuri bilanmi, kuchli dunyoqarashi bilanmi, ipdek bog'lab oladi, keyin oxirigacha borasiz. Lekin ba'zi asarlarda shu narsa sezmayman o'zimda. Qandaydir uyg'unlik sezmayman. Ya'ni ichimdagi savollarga o'shandan javob topolmayman. Ichingizda o'sha otilib chiqayotgan javobsiz savollar qaysidir yozuvchida uchraydi-da. Bu ham shuni o'ylagan ekan-ku deb o'ylaysiz, keyin o'sha izidan ketasiz. Balki sizda ham manda ham ba'zida uchraydi. Ya'ni qanday jarayon bo'lmasin, bizni odatimizga aylanadigan jarayonlarda o'sha dopamin gormoni qaysidir yo'nalishdan ketadi-da. Manimcha sizda ham o'sha katta intellektual dopamin klassik kitoblardan kelgani uchun miyangiz o'shanga bir o'rganib qolgan bo'lishi mumkin. Aynan o'sha mazani yana ishlagani uchun qolgan kitoblar bemazalik tuyulishi mumkin. Kimdir uchun mazali bo'lishi mumkin. To'g'ri. Hammani endi didi qabul qilishchi savollari har xil-ku. Masalan, hammani ichida savollar har xil. Shuning uchun ham har bir yozuvchini, har bir kitobda o'zini muxlisi bor, o'zini o'quvchisi bor. Umuman bu borada o'zi bahslashmaydi. Kimgadir qaysi yozuvchi yoqadi, kimgadir bu yozuvchi yoqadi. Hamma o'zini ichidan kelib chiqib tanlaydi-da baribir. Hali nima aytgandingiz? Ko'proq tarjima kitoblar ko'p o'qiyman, tarjima sifatida qolganlarni qaysidir manda tahlil qilishga harakat qilaman degandek gapirgandek bo'ldingiz. Endi mana shu jarayon siz yozuvchi bo'lib kitob o'qiganingizda qanday? Ya'ni oddiy kitobxon bo'lib shunchaki varaqlaysizda. Manimcha endi yozuvchi bo'lgandan keyin baribir yozish uslubi, grammatika va hokazolarga boshqacha yondashiladi. Shunda sizda qanday jarayon bo'lib o'tadi kitob o'qishda? Yozish sifatida qarasam, asosan uslubiga qarayman, qanaqa uslubda yozgan. Chunki hozir yangi uslub yaratish juda ham qiyin. Xuddi xayolingizda go'yoki hamma uslublar qilib bo'lingandek tuyuladi odamga. Lekin ba'zi asarlarda shu yangi uslub ko'rib qolamanda, mana bor ekan-ku deyman, yana yangi uslub uchratdim. Nimaga shu o'zim masalan hayolimga kelmadi deyman shunaqa uslubda yozish. Lekin uni takrorlash endi u taqlid bo'lib qoladi. Baribir uni uslubini takrorlamaysiz. O'zingiz uslub yaratishingiz kerak. Keyin asosan yana g'oyasiga qarayman. Qaysi g'oyani asos qilib oldi asarga va qahramonlar ruhiyatini qay darajada ochib beryapti. Iloji boricha o'sha qahramonni ruhiyatiga chuqur kiradigan yozuvchilarni yaxshi ko'raman. Qanday shuni ochib bera olyapti, shunga qandaydir mahorat maktabi sifatida o'zimga o'rganishga harakat qilaman. Baribir bular bizga ustozda, kitoblar, o'sha klassiklar bizga ustoz, ya'ni yozuvchilarga ustoz. Kutubxona o'zi yozuvchini eng nima desa bo'ladi, yaqin tirik odamlardan ko'ra oladigan narsangiz ko'pda kutubxonadan. Masalan, hozirgi zamonni yoritaman desangiz, to'g'ri ko'chada
odamlar bilan gaplashish, umuman hayotni bilish ham kerak, lekin aynan ruhiyatni chiqarib berish, mavzu, g'oya yaratish o'sha klassiklardan, asosan klassiklardan olinadigan qandaydir maktabda biz uchun. Keyin yaqinda sizni Anif nomidagi nazmiy she'riy ko'rinishda kitobingiz chiqdi. Endi u kitobni hali o'qimadim. Lekin tabriklamoqchi edim. Ko'p chiqadi. Shu o'rinda bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana o'sha joyda ko'p yozuvchilar, ko'p zamonaviy shoirlar bilan ko'rishdingiz. Endi ko'plarni o'qishga imkoningiz bo'lgandir. Siz zamonaviy kelib chiqayotgan adabiyotingiz haqida fikringiz qanday? Qanday trendga ketyapsiz? Kelajakni qanday ko'ryapsiz? Hozir qanday? Shunday so'ramoqchi edim. Ustoz yozuvchilardayam masalan jahonga chiqishga arziydigan judayam yaxshi hikoyalar bor. Lekin o'sha muammo bizda ingliz tiliga tarjima qilinmasligi ularni. Agar ingliz tiliga o'sha badiiy tarjimonlarimiz yetarli darajada bo'lganda, menimcha jahonga chiqadigan yo'l ochilardi. Bizda shu muammo doim. To'g'ri, tarjimonlar bor, lekin badiiy tarjimonlar judayam kam. O'sha ustoz Nazar Eshonqul, Abduqayum Yo'ldoshev, Isajon Sulton, Erkin A'zamlarni agar qandaydir yangi asar yozishsa-yu va bir yil o'tib uni ingliz tiliga tarjima qilib jahonga olib chiqilsa, o'zini joyini topardi, o'zini o'quvchisini topardi. Bizda adabiy agentliklar ham yo'q-da, aksiga olib, faqat bitta ikkita bor, lekin keng ochilmagan adabiy agentliklar. Adabiy agentliklar ko'paysa, ular o'sha chet elda nashriyotlar topib, o'zimiz yozuvchilar tavsiya qilib, bemalol jahonga olib chiqa olardi. Ana shu tarafdan judayam oqsaymiz. Keyin yoshlar ijodida ham, ayniqsa mustaqillikdan keyin tug'ilgan yoshlar ijodida ham judayam ko'p yaxshi shoirlar bor, yaxshi yozuvchilar bor. Hatto yangi uslub yaratganlar bor. Bir-birini o'qiydi muhim yoshlar. Fikr bildiradi, bir-birini o'qiydi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ular ko'proq baribir til bilgani uchun ham o'zini asarini ingliz tiliga tarjima qilib, jahonga chiqishga harakat qilishyapti. Ayrimlari ham chiqdi. Qaysidir nufuzli jurnallarda she'rlari, hikoyalari bosildi. Xalqaro mukofotlarga masalan topshirayotgan yoshlar bor. Menga umuman o'zbek zamonaviy nasri ham, nazmi ham juda ham yoqadi. O'zimni sevimli she'rlarim, sevimli hikoyalarim bor ular orasida. Faqat shu O'zbekiston ichida qolib ketmaslik kerak deb hisoblayman. Baribir jahonga arziydigan yoziqlarimiz bor-da. Solishtirib ko'raman. Masalan, hozirgi zamondosh Facebookda masalan zamondosh ijodkorlarni o'qib boraman. Turli davlatlarda istiqomat qilishadi, ingliz tilida yozishadi. O'qib ko'rganda baribir ulardan bizni ijodkorlarimiz pastmas deb o'ylayman-da. Kerak bo'lsa ulardan baland yozadiganlar ham bor. Faqat muammo o'sha tilda va jahonga chiqishda. Baribir Yevropada yoki Amerikada Markaziy Osiyo adabiyoti, zamonaviy adabiyotini bilishmaydi hozir. Hatto o'tgan asr adabiyotimizni ham masalan o'qita olmaganmiz-da. Til tarjima muammo bo'lgani uchun. Lekin qachondir shu chiqishi kerak. Qachon badiiy tarjimonlar ko'paysa, adabiy agentliklar ko'paysa, shu yo'llar ham ochilsa, shunaqa masalan xalqaro adabiy festivallar o'tkazish mumkin. O'zaro ijodkorlar bir-bilan bilan tanishib, kitoblar almashib, umuman bu jarayonni rivojlantirish mumkin. Sekin-sekin bular ham bo'ladi deb o'ylayman. Bu javon umuman yana bitta sizdan bilsangiz kerak. Baribir chiqmasligi sabab kitob sanoatida o'sha katta pullar aylanmasligiga ham asosiy sabablardan biri bo'lishi kerak. Ya'ni kimdir tarjimon bo'lsa va u bilan qanchalik kunni ko'risham savol ostida bo'lishi mumkin-da. Endi bunga qaysidir hikoyalar topilishi mumkin. Lekin shu o'rinda bitta qiziq savol paydo bo'ldi. Endi siz necha yillardan beri tarjimonsiz, yozuvchisiz. Oramizda kimdir bo'lishi mumkin. Manimcha chetda sizga havas qilib, sizni yo'lda bizdan bir xil emas, biz mana shu yo'ldan ketmoqchi bo'lgan kimdir bo'lishi mumkin-da. Shunga nima deya olasiz? Ya'ni moliyaviy muammolari qanday bo'lishi mumkin? Nimalarga chidashi kerak yoki
Mana shu holat qanday bo'lishi mumkin o'zi kimdir kirmoqchi bo'lsa moliyaviy jihatdan? Bu borada shogirdlarim bor. O'zi necha yildan beri maslahat so'rab, nima qilib kelishadi. Tarjimalarni, hikoyalarni, she'rlarni o'qib, iloji boricha maslahat berishga, qandaydir yo'l yo'riq ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'proq gazeta, jurnallarga chiqish, nashriyotlar bilan ishlash bo'yicha savollar berishadi. Moliyaviy taraflariga keladigan bo'lsak, yomon emas. Masalan, ko'proq ayollarga maslahat beraman. Ayol qizlarga baribir o'qish tamomlab, oila quradi ko'pchilik va uyda o'tirib qoladi tug'ruq ta'tilida. Birinchi farzandga masalan 3 yil o'tirishi mumkin, agar yana farzand ko'rsa 6 yil yoki menga o'xshab 10 yil o'tirishi mumkin uyda. O'sha paytda asqotish mumkin. Tarjimonlik, tahrir, ijod asqotishi mumkin. Moliyaviy taraflama. Chunki uyda bemalol masofaviy tarzda ishlash mumkin. Maqolalar, tarjimalar, tahrir, ssenariylar yozish mumkin. Va shuni orqasidan ham o'zini sevimli ishini qiladi, ham shuni orqasidan gonorar oladi va moddiy imkoniyatini ham qaysidir ma'noda tiklab olishi mumkin. Shuning uchun ham tavsiya qilaman. Ko'pincha o'zi qizlar bilan ishlayman. Shogirdlarim asosan qizlar. Ular ham asosan menga bog'lanishini sababi uyda o'tirib ishlaganim bo'lsa kerak. Chunki ko'pchilik o'zini baribir to'ydan keyin uyda ko'radi-da. O'zbek kelinlari ko'pincha uyda bo'ladi. Ishga birdan chiqib ketish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham uyda o'tiradiganlarga shu tavsiya qilaman doim. Til bilasizmi, demak, pul topa olasiz uyda. To'g'ri, badiiy tarjimaga qobiliyati bo'lmasligi mumkin ko'pchilikda. Chunki bu ham baribir qobiliyatda tarjimonlik ham. Lekin ilmiy tarjimalar qilish mumkin, publitsistik tarjimalar qilish mumkin. Keyin ssenariy ham yaxshi narsa. Xuddi hikoyadek bu ham. Agar xayolingizda qandaydir hikoya aylansa, uni ssenariyga aylantirish. Shu orqasidan ham masalan novellalar yaratilib, o'sha televideniyega beriladi. Uni orqasidan ham moliyaviy o'zini tiklab, o'zini shaxsiy puliga ega bo'lishi mumkin. Ham eng muhimi uyda zerikmaydi odam. Nimadir band bo'lasiz xayolingizda. Faqat chunki bilaman, faqat farzand bilan bo'lib qolish, faqat uy ishlari bilan bo'lib qolish ayolni o'ziga ishonchini pasaytirib yuboradi. Qandaydir natijalarga erishib turish kerak-da, uyda o'tirgan ayol. Esimda men ham masalan birinchi kitobim shu uyda o'tirganimda farzandim qo'limdaligida chop etilgan. Nashrdan chiqqan juda ham menga kuch bergan o'sha paytda. Qandaydir motivatsiya bo'lgan yana kitoblar yozishim mumkin ekan, tarjima qilishim mumkin ekan degan. Shu taraflama odamga ham ruhiy, ham ma'naviy, ham moddiy tarafdan qo'llashda. Shuning uchun ham maslahat beraman qizlarga. Agar yigitlar baribir ko'chani odami, ko'chada bemalol moddiy taraflama o'zini ta'minlash mumkin. Ijodga bo'lsa, bo'sh vaqtida baribir vaqt topib ijodini bemalol davom ettiradi ular. Lekin ayollarga baribir o'zini puli bo'lgani yaxshi qo'lida. Shuning uchun ham tavsiya qilaman. Xullas, sifatida aytmoqchi bo'ldim. Demak, kim qiziqsa, siz ijodiy namuna sifatida sizni shogirdlaringiz ham o'z universitetda o'qiyotgan bo'lishidan umid qilgan holda, iloji bor holda ba'zilardan eshitgandek o'zimda ham qaysi paytlar shunaqa tasavvur paydo bo'lgan, ya'ni bizga qiyin yoki juda riskli tanlovdek tuyulishi mumkin, lekin sizni namunangizda, sizni tajribaingizda shuni bemalol ayta olamizki, iloji bor va bu haddan ortiq qiyin ham emas. Yo'q, unchalik qiyin jarayon emas, lekin esimda masalan birinchi farzandim tug'ilganda kechasi beshik tebratib, o'zim ham bekor o'tirganimda, o'sha yonimda notebook bo'lardi. Qissa yozardim o'tirib. Baribir beshik tebratish uzoq jarayon, ham bola tez-tez uyg'onadi, sizda ham uyqu bo'lmaydi. O'sha kechasi tungi bedorlikka ijobiy ma'noda qarab, tungi ilhom manbai sifatida qarashni o'rganganman.
Ya'ni siz kechasi faqat bola qaramaysiz, balki ijod ham qilasiz. Chunki faqat xayolingiz bola bilan emas, qandaydir ijod bilan chalg'itsa ham odam ziqlikdan qutulishi mumkin. Chunki farzand tarbiyasi baribir qiyin ayollar uchun. Yig'isi, katta qilish jarayoni va boshidan o'tgan odam biladi qiyinligini. O'sha paytda ijod qandaydir odamni qutqarib qoladi-da. O'sha nimaga cho'kib ketmaslikdan, o'zini o'zi ichiga cho'kib ketmaslikdan. Hozir ko'pchilikda kuzatilyapti tug'ruq depressiyasi degan ibora paydo bo'lgan. Tug'ruqdan keyin o'sha stressga, depressiyaga tushib qolgan tanishlarim ko'p. O'sha narsa qandaydir siz sevimli mashg'ulotingiz shundan qutqarib turadi deb o'ylayman-da. Bu balki ijod emas, balki umuman boshqa mashg'ulot bo'lishi mumkin. Qandaydir o'zizni sevimli hobbingiz, mashg'ulotingiz bo'lsa, uyda bajaradigan yoki internet orqali bajariladigan, shu bilan doim band bo'ling deb maslahat beraman. Kitobxonlik ham masalan katta ish, katta siz uchun yordam beradigan kuch bo'lishi mumkin. Kitoblar olami yoki qandaydir hunar, qo'lda bajariladigan hunarlar bo'lishi mumkin. Ham buni ortida qandaydir natija ko'rishingiz kerak-da. Bu natijasi ko'rinishi kerak. Agar natijasi ko'rinsa, sizga yanada kuch bag'ishlaydi. Menimcha ishlayotgan paytda bilsam, juda real eksperimentlar, real tajribalar qo'l keladi va yordam beradi deb o'ylayman. Endi suhbatimiz tobora oxiriga yaqinlashar ekan. So'nggi savollardan biri sifatida, so'nggilardan biri sifatida o'zim shu narsaga qiziqdim. Siz hozirgacha yozgan shu qissalar, hikoyalar, shu asarlar ichida siz uchun eng yaxshisi qaysi va tarjimalaringizda ham shunday eng kelasida yo'nalishda eng yaxshisi sizga eng ko'p yoqadigani qaysi? Juda qiyin savol bo'ldi. O'zimni yozgan kitoblarim ichida shu oxirgi kitobim Oqdan qizilga yoqadi. Ko'proq o'zimni kashf qila olganim, o'zimni ocha olganim uchun bo'lsa kerak. Ba'zi hikoyalarda cheklanib qolgandim. Hikoyalar, qissalarimda cheklanish bor edi va erkinlik his qilmagandim ko'pida. Lekin aynan she'riy kitobda shu bor erkinlikni, bor ichimdagi savollarni chiqara oldim. Woolf aytgandek, o'sha anonimlik yordam berdi. Siz qanchalik anonim bo'lsangiz, shunchalik erkin bo'lar ekansiz. O'sha erkinlik his qildim va qaysidir ma'noda bu menga davolash kursi bo'ldi o'sha kitob. 2 yil davomida yozilgan bo'lsa, xuddi davolash kursidan o'tgandek, keyin sog'ayib chiqqan odamdek his qildim o'zimni. Shuning uchun ham bu kitob menga qadrli. To'g'ri, hozir ijod kam qilyapman, chunki aytilgandek dard yo'q. Xuddi sog'lom odamdek ilmiy ishlarim bilan bandman. Ijod dardi kamaygan. Xuddi qaysidir ma'noda betob odam sog'ayib ketgandan keyingi holatni his qilyapman. Tarjimalarim orasida eng o'zimga yaqini shu Anna Dostoyevskiyning xotiralari ekan, o'ylab qarasam. Ko'proq shu bilan birga bo'lib, ko'proq ichiga kirganim uchundir. Bugungi suhbatimiz bosh mavzusi ham o'z xotiralarida. Shu asar tanlagan bo'lardim. Zo'r. Manda yana bitta qiziq savol paydo bo'ldi va kinoga ishlayotganlarga muvofiq. Mana shu Anif aslida taxaddusda shu endi chiqishni boshlaganingizda yo man bilmaganman, yo ko'pchilik oldin bilmagan. Aynan kim bo'lgan Anif degan, yoki man uzoqdan bo'lganim uchun bilmagan. Siz keyinchalik mana shuni deyarli hamma siz ekanligingizni bilganidan keyin shu qanchalik effektiv bo'lib qoldi siz uchun? Ya'ni endi rostdan undanda ham yozishingiz mumkin, lekin sizligingizni bilishadi va siz ham his qilib turasiz. Yana bitta savol. Mana shu ikkita ego, ikkita shaxsiyat bo'lib yozish yoki his qilish o'zi qanaqa bo'larkan? O'shani batafsilroq gapirib bersangiz qiziq menga. To'g'ri, boshida birinchi she'r yozib ko'rganimda o'zim nom bilan oshkor qilgim kelmagan, e'lon qilgim kelmagan. Shunda shu taxallus bilan berganman.
va ancha xotirjam sezganman. Chunki hech kim tanimaydi, bilmaydi. O'zim ham hech kimga aytmaganman. Va bir nechta she'rlardan keyin judayam ko'pchilik o'zimga yozishgan. Kim bu? Tanishmoqchiman. Topib bering yoki telefonini bering deb. Hatto jurnaldan so'rashgan, aloqaga chiqishsin, menga e'lon qilmoqchimiz ishlarini, rasmini bersin degan savollar bo'lgan, lekin hammasiga rad javob berganman. Muallif hech kim bilan bog'lana olmaydi deb. Shu tariqa ancha vaqt bemalol ijod qilganman shu taxallus ostida. Erkinlik aytganimdek, oilam ham bilmasdi, do'stlarim ham bilmasdi. Judayam katta erkinlik bergan. Hamma hislarimni, hamma o'sha savollarimni she'rga aylantira olganman. Lekin o'sha keyinchalik baribir sekin-sekin bilib qolishgan. Chunki faqat o'zimni kanalimda e'lon qilardim. Sekin-sekin bilib keyin kitobimni muqovasida ham o'zimni ko'rishgandan keyin ko'pchilik bilgan. Bilgan o'sha oshkor bo'lgandan keyin ijod qilish ehtiyoji kamaygan, chunki baribir anonimlik yo'qolganidan keyin erkinlik ham yo'qolgan. Ko'pchilik bilgandan so'ng o'sha bemalol erkin yozish hissiyoti kamaydi va hozir ham agar she'r yozadigan bo'lsam, shu o'ylayman. Endi xuddi Arif yo'qolgandek, o'zim paydo bo'lgandek tuyuladi. Keyin baribir oila a'zolaringiz o'qiydi. Shuni o'ylaysiz. Masalan, kitobni ota-onamga berganman. Ular judayam qorong'u deb baholashdi she'rlarni. Qorong'u va dunyoqarashni o'zgartirishing kerak. Yorug' fikrlashing kerak. Bunaqa fikrlash yaxshi emas degandek fikr bildirishdi. Shuning uchun ham endi oldingidek o'sha berilib maza qilib she'r yoza olmayapman hozir. O'zi ikkita shaxsiyat borasida ham o'sha bitta she'rim bor, o'sha kitobga kiritilgan. Ikkita shaxsiyatni kurashishi tasvirlangan va oxirida kim g'olib bo'ladi? Aslida men o'zim kimman degan savollar berilgan. Menimcha bu kurash hali ham davom etyapti. Chunki odam o'zligini topguncha xoh bu she'r bo'lib chiqadi, xoh hikoya bo'lib chiqadi, ba'zida isyon bo'lib chiqadi. Odam o'zligini shu tariqa topadi, yozib, izlanib. Menimcha bu jarayon odam o'lguncha davom etsa kerak. Shu qiziq insight bo'ldi. Oxiriga yaqinlashganimiz sari manda boshqa savollar tug'ila boshlayapti. Nimalarni eslayapman. Albatta agar siz vaqtingiz Biror kun o'zi oqdan qizilga haqida masalan suhbat qilishimiz mumkin. Alohida vaqt ajratib, bemalol she'r o'qishimiz mumkin. Boshqalarning fikrini tinglashimiz mumkin. Alohida bir she'riy kecha qilsak ham bo'ladi. zo'r bo'ladi. Man so'ramoqchi bo'lgan narsalar ko'p vaqt emas. Man aksiyozda o'zim ham oz-moz yozishni boshlaganimda birinchi sizni kinolar vaqtida maqolangizni ko'rganman. 2017 haqidagi tahlil qilganingizni adashmasam. o'shanda birinchi marta man bilgandim. Siz kinematografiya sohasiga ham chiqasiz va tahlilingiz ham yaxshi chiqqandi. Keyin o'shandan o'ylab qolgandim, naboti bir kun Madripo bilan gaplashishim imkoni bo'lsa, shu kinematografiyaga qanday qaraydi, kinoga qanday baho beradi, filmni rejissyorlari kim deb so'ramoqchi edim. Shu kino olami haqida, sizni kino olamingiz haqida biroz aytib o'tsangiz menga qiziqardi. Kino ham xuddi kitoblar bilan bir xil, ya'ni kam ko'raman, lekin o'sha bilan uzoq vaqt yuraman. O'sha masalan shov-shuv bo'lgan kinolar uncha ko'rmayman. Tanlab o'z tanlashimga o'zi ancha vaqt ketadi. Masalan, hozir kino ko'rmoqchiman deb bemalol o'tirib kinoni ko'rib keta olmayman. Ancha vaqt tanlayman. Tanlagandan keyin u kuni ko'rib bo'lgandan keyin va ancha vaqtni o'ylab yuraman. Iloji boricha kinoga taqriz yozishga harakat qilaman. Taqrizlarda e'lon qilaman. Umuman kino ham kitobdek san'at asari. Ya'ni xuddi kitobda izlagan savollaringiz kino ham bera olish kerak deb o'ylayman. Baribir kinoga mehnat ko'p ketadi, kitobdan ko'ra ancha mehnat ko'p ketadi. Siz masalan kitobni umuman boshqacha tasavvur qilishingiz mumkin, keyin uni kinosini ko'rsangiz tasavvuringizni puch qilishi ham mumkin.
U aksiya ham bo'lishi mumkin. O'rta miyona kitobdan judayam yuksak kino ham yaratish mumkin. Bu o'sha baribir san'atkorga bog'liq. Kinoni rejissyori ham san'atkor ona darajaga chiqqan bo'lsa, o'sha siz istagan nimani taqdim eta oladi. O'zim ham bir muddat kinoga qiziqqanman. Masalan, ssenariylar yozganman. Turli hikoyalar, o'zim hikoyalarim va boshqa hikoyalar asosida ssenariylar yozib, lekin ekranda ko'rish boshqacha bo'ladi. Sizni yozish jarayonidagi tasavvuringiz boshqacha, ekranda ko'rishingiz boshqacha. Shuning uchun ham ko'pchilik yozuvchilar o'zini asarlarini kino bo'lishiga qarshi chiqadi deb o'ylayman. Baribir o'zini tasavvuridagi narsani rejissyor chiqarib bera olmasligi mumkin. Lekin oxirgi ko'rganlarimdan o'sha Markesdan Yolg'izlik muzeyi seriali juda ham menga yoqdi. Markes baribir bunga qarshi bo'lgan bo'lsa ham, keyinchalik avlodlari bunga ruxsat beribdi. Bilmadim, balki Markesga ham yoqqan bo'larmidi. O'sha muhitni, o'sha tasvir, o'sha obrazlarni juda ham tabiiy chiqarib berishgan. Keyin muhimi g'oya saqlanib qolgani menga yoqdi. Hozir ikkinchi faslini kutyapman. Ikkinchi faslni ham ko'rib, keyin kino umuman yakunlangandan keyin yana bir batafsil taqriz yozish niyatim bor. Gollivud kinolaridan ham tanlab ko'raman. Oxirgi ko'rganim o'sha Mickey 17 kinosini ko'rdim. Anti-utopik ekan. O'zi bu janr, bu uslub menga yoqadi. Shunaqa qilib, o'zi kino haqida ham bir alohida keyin gaplashish mumkin. Unga ham san'at sifatida qarash kerak ko'proq baribir. Public kino sifatida qarashni yana bitta sabablaridan biri shunaqa qaysidir rejissyorlar yoki qaysidir san'atkorlar ko'rsatayotgandek ssenariy yozadigan odamlar bor. Ularni tili, misol uchun kitobda ramziy tillar bilan ishlatilsa, u yerda ham qaysidir holat, dialog, u yerda ham o'zini tili bordir, faqat kinematografik vositalarda ko'rsatish mumkin. Lekin ular ham qandaydir nimadir aytishga harakat qilishadi. Hammasi bo'lmasa, blockbuster film yaratganicha. Sizdan kino bo'yicha oxirgi savolim. Mana shu kinoni ko'rib san'at darajasida ekan yoki san'at asari deydigan siz 36 yoshgacha ko'rgan bir ikkita filmni tavsiya qila olasizmi yoki tavsiya qilish ham shart emas, o'zingiz hisoblang, ya'ni san'at darajasida kino. Buni bir o'ylab ko'rish kerak ekan-da, chunki kitoblarda bari ro'yxat qilib yuraman, yoqqanlarini, lekin kinolarga nima qilmaganman bir. Nomlarini yozib chiqmaganman. U ko'p-da, lekin yaxshi kinolar ko'p ko'rganlarim. Bir anaqa qilaman bo'lmasa, yozaman. 10 talik nima qilib qolib sifatida. Chunki eslash kerak. Baribir nisbatan kitoblardan ko'ra kinolar hozir endi zamonaviyroq yo'nalish bo'lgani uchun juda ko'p ishlab chiqarilyapti. Biz baribir ko'proq yoshligimizdagi kinolar ko'proq yoqadi. Shu yoshlik paytda ko'rganlarimiz. Biz bolaligimizda endi internet, kompyuter bo'lmagani uchun asosan televizor ko'rardik. Televizorda yaxshi kinolar berilardi o'sha paytlar, hozirgidan nisbatan. Hatto seriallar ham hozirgidan ko'ra saviyaliroq edi. Bizga o'sha paytda masalan aytishardi, saviyasi kino ekan, saviyasi serial ekan, ko'rib nima qilasan deb tanbehlab berilardi-yu. Lekin menimcha hozirgilardan ko'ra tuzukroq edi deb o'ylayman biz yoshligimizdagi filmlar. Hozir masalan televizor umuman ko'rmaymiz. Ko'rishga arzirli filmlar deyarli yo'q deb o'ylayman. Tarjima kinolar ham asosan shu jangari, urush, o'ldir shunaqaroq. Qandaydir oddiy hayotdan olingan inson ruhiyatiga yaqinroq asarlar kam. Kino asarlar. Hozir masalan bolalarimga ham mos kino topib berishga qiynalaman-da. O'zlarining yoshiga mos, yaxshi, qandaydir tarbiyaviy ahamiyatga ega kinolar topib berishga qiynalaman. O'zim ko'rgan o'sha bolalikda ko'rgan eski filmlar qo'ysam, eski deb ko'rishmaydi. Yili eski, o'tib ketgan davrlar ko'rishmaydi, zamonaviy kino qidirishadi. Juda ham kam. O'zlari o'rganib qolishganda sifatli grafikaga Shunaqa zamonaviy kinolar ko'rgisi keladi.
Bilmadim, biz kinodan zerikmasdik avval 2 soat 3 soat bo'lardi kino miq etmay ko'rardik. Hozir bolalar unday emas. Uzoq 10 minut ko'rishi mumkin nimanidir, keyin уже boshqa narsa ko'rishni xohlaydi. Qandaydir diqqatini jamlolmaydida kinoga. Biz kinoteatrga tushganlarimizni eslayman. Masalan, Qatortolda o'sha Bukkuzda ro'parasida kinoteatr bo'lardi. Tez-tez tushardik. Dadam kinoga olib tushardi. Ko'rardik o'sha. Miq etmay ko'zimizni yummasdan ko'rardik qiziqib va tugasa judayam nima qilardik. Voy bekor tugab qoldi ya deb. Lekin hozir bolalar unday emasda. Bolalar judayam qisqa relslarga o'rganib qolishgan. 5-10 minutlik o'sha kulgili nimalardir ko'rishadi, qiziqarli. Keyin tugaydi, уже boshqa temaga o'tishadi. Bitta narsaga uzluksiz diqqatini bera olmaydi va uni tugatgandan keyin o'sha haqida mulohaza qilib o'tira olmaydi, o'ylab. Bu nima demoqchi edi deb. Bizda shunaqa edi masalan, kinodan keyin ancha vaqt o'shani ta'sirida yurardik. Zamon tezlashgani shu bo'lsa kerak. Oxirgi dekadani manimcha keyingi jarayon bo'lsa kerak. O'sha eng agar qimmat valyutasi odam e'tibori bo'ladi. O'shaning uchun hamma ishlatavergandan u e'tiborni shunchalik sifatini tushib ketgan bo'lsa kerak. Keyin manimcha o'sha faqat o'zbek kino olamida yoki biz ko'radigan filmlarda emas, dunyo bo'yicha ko'pchilik blokbaster kinolarga, blokbaster asarlarga manimcha o'tib ketgan. Chunki oddiy siz aytgandek oldingi kinolar hayot haqida gapiradigan, falsafa haqida gapiradiganlar odamlar uchun qiziq bo'lmagani uchun bozor o'zgarganidan sabab bo'lsa kerak. To'g'ri. O'sha Samoviy sarguzashtlar degan serial bo'lardi bolaligimizda. Qandaydir o'sha koinot bilan tanishganmiz shu orqali. Qanaqa sayyoralar bor, umuman kosmos qanaqa. Shuni topib bir bolalarimga qo'yib bersam, ko'rishni xohlashmadi. Juda zerikarli deb baholashdi. Bular olami, hozirgi bolalar olami judayam biz bolalikdagi olamdan keskin farq qiladi. Ularga masalan hozir ular tomosha qiladigan o'sha Vine'lar yoki qandaydir YouTube'da o'zlarini ulab olgan kanallari bor. Men ularni masalan hech qabul qila olmayman. Chunki ularda insonga qandaydir ozuqa beradigan hech nima yo'q-da. Lekin ular nimadir olyapti shundan bolalar. Nima olyapti va buni mevasi qanaqa bo'ladi bilmayman to'g'risi. 21-asrda menimcha ota-onalarga juda ham qiyin. Chunki informatsiya ko'p. Bolalarni miyasi o'sha informatsiya bilan to'lib qolyapti. Kitobga vaqt qolmayapti deyarli. Kitobga diqqat, o'sha kitobni mehr bilan sevib o'qish, tasavvur qilish, fantaziyasini rivojlantirishga ularga imkon qoldirmayapti internet. Shuning uchun ham ba'zida shunday o'ylayman, uyimizda internet bo'lmasa yaxshi bo'lardi yoki umuman uzish kerak. Internetni uzish kerak deb ham o'ylayman, lekin ishim faqat internet bilan bog'langani uchun buni imkoni ham yo'q. Bu yerdagi hammasini kelajakdagi va hozirdagi yerdagi odamdan kelib bo'lsa kerak. Masalan, bir vaqtlar biz real hayotdan zerikib, sal qiziqarli bo'lish uchun shu virtual olamga kirardik-da. Hozir teskarisi bo'lgan. Ko'proq endi virtual olamdan uzilib, real hayotimizni qiziqarli qilishga harakat qilyapmiz. Masalan, uyda ham ko'proq bolalarni o'sha parklarga olib chiqaman yoki muloqot qiladigan joylarga, faol sport turlariga. Shunday bo'lsinki, iloji boricha o'sha telefonga yoki internetga bog'lanib qolmasin degan maqsadda. Endi bu ham o'zi alohida mavzu. Internet va bolalar hozirgi virtual olamda yashashimiz ham o'zi katta mavzu. Hozir tugatishimizdan oldin bitta sizdan tavsiya so'ramoqchi edim. Bizda Olmaliqda degan loyihamiz borda, 2-3 oydan beri boshlaganmiz. Unda oy bo'yi qaysidir muallifni, qaysi muallif haqida ko'pchilik oldin bilmagan o'shani yanada birgalikda hikoyalarni o'qib, novellalarni o'qib, keyin shunaqa chatlar qilardik. Endi boshida Kafka, Dostoyevskiyni qildik. Ko'p odamlarni yig'ib olish uchun endi hozir Gamsunga o'tdik. Hozir keyingi oy o'zbek adabiyotini mashhur bo'lmagan qaysidir o'z kuchiga, o'z tiliga ega, o'z uslubiga ega odam tanlamoqchimiz deb. O'shanda sizdan tavsiya so'ramoqchi edim. Kim tavsiya qilasiz? Kimlarni? O'zbek adabiyotidan zamondosh ijodkorda, to'g'rimi? Ha.
Yoshlardan bo'lsinmi yo katta yoshli ijodkorlar? Katta yoshli bo'lsa yaxshi. Ko'proq baza bo'ladi. Ya'ni uni tanishmaganda biz o'shani endi kitobxonlarni o'sha muallifga yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Demak, yangiroq, notanishroq muallif bo'lishi kerak. Ba'zida eski bo'lsa ham tanishmaydi-ku. Shunisi ham bor. Masalan, nimani aytishim mumkin? Ne'mat Arslonni aytishim mumkin. Ko'pchilik unchalik asarlarini o'qimagan. Endi ko'pchilik Nazira Eshonqul, Ulug'bek Hamdam nimalar ijodini yaxshi bilishadi. Lekin Ne'mat Arslonni yaxshi novellalari bor. Menimcha shu inson bilan tanishib, ijod bilan o'qib, fikrlashib ko'rsanglar foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zim tekshirib ko'rdim. Asodat degan hikoyalarimi o'xshasi ko'p qarib eshitgan. Yana kim bor? Ayol ijodkorlardan Halima Ahmad she'rlari yaxshi yoqadi menga. Zulfiya Qurolboy qizini olish mumkin. Yaqinda Oyim tilla degan romani chiqdi. Uni ijodi ham masalan yaxshi tahlilbob. Hikoyalari ham ko'p ekan. Menimcha faqat erkak ijodkorlar qilingan bo'lsa, bu gal ayol ijodkorlar olsanglar bo'ladi. O'sha Zulfiya Qurolboy qizi yaxshi, hikoyalari ham ko'p. Tafakkuri ham balandroq ancha. Shunga tekshirib ko'raman. Endi eng so'nggi savol, endi Dostoyevskiyga bog'liq. Bu savolni hammadan so'rayman degani. Dostoyevskiy mashhur iqtibosi bor. Dunyoni go'zallik qutqaradi degan. Shu fikrga qanday qaraysiz? Sizningcha nima qutqaradi dunyoni? Dunyonimi? Dostoyevskiy taraflama qaraganda rostdan ham go'zallik qutqaradi deb ishonish mumkin. Dunyoni nima qutqarishi mumkin? Har xil variantlar qo'yib ko'ryapman, hech qaysi biri mos kelmayapti-da dunyoni qutqarishga. Masalan, dunyoni din qutqaradi yoki erkinlik qutqaradi deb ham qo'yib ko'rsam, yo'q, bular ham qutqarmaydi. Bu savolga javob yo'q menimcha. Dunyoni qutqarib bo'lmaydi degan savol ham javob emas. Dunyoni faqat o'lim qutqarsa kerak. Insonni o'lim qutqaradi. Bu dunyoda insonni o'lim qutqaradi. Endi ma'lumotli bo'lgan absurddan oldim. Suhbat uchun rahmat. Tirbek aka, aytgan so'zlaridan aqlnosi bo'ldi. Manimcha Dostoyevskiy shaxsiyatini qaysi tomoniga ochishga harakat qildik. Xotiralar asli ham gaplashishga urindik. Umuman suhbat menga yoqdi. Endi birinchi o'z bo'lingan variant bilan birlashtirib, bemalol YouTube'ga montaj qilib qo'yishga harakat qilaman. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Kelajakda ishlarga omad. Jamila. Haligi uyga farg'onaga borsangiz, aytsangiz, balki o'sha siz boradigan haftaga moslab turishingiz ham mumkin. Borishim sanasi aniq bo'lsa, sizlarga ma'lum qilaman, shunga qarab rejalashtirib olamiz. Rahmat Nodir aka, yaxshi tan oling. Rahmat suhbat uchun. Mayli, savob bo'layman. Vaqt